Bu akani videosini ko'rib ko'pchilik olqishlavordi-ya o'zicha. To'g'ri gapirdingiz deb. Ular mana shunaqangi o'ngga qarab hammaga yo'l berib yurish mumkin degan znakni ko'rsalaring, ko'p shofyorlarni ko'ryapmiz. O'ng tomonga turib oladida, qizil yonsa ham haydamaydi. O'sha yerda turibsizmi o'ng qo'lda? Majbursiz o'ngga yurishga. Orqangizda mashina bo'lsa. Yo'q, aslida bu aka qisman xato gapirdi. Sababi, to'g'ri 542 yo'l belgisida o'ngga burilishingiz mumkin, qizilda ham. Lekin mana bu axborot ishora belgisi bo'lsa. Agar bu bo'lmagan holatida mana bunda chiziq bo'lishi mumkin yerda. Bu chiziq ham to'g'riga o'tishingizni ruxsat beradi, ham o'ngga burishingizni ruxsat beradi. Agar mana shu chiziqqa kelib qolsa, to'g'riga o'tadigan odam bemalol qizillik kutib turishi mumkin. Aka, sizni tanimayman, sizga hech qanaqa husumatim yo'q, lekin biron bir narsa gapirishdan oldin uni aslidagi qonun qoidasi, ya'ni uni aslidagi mohiyatini tushunib keyin gapirishda maslahat beraman. Hamma sohada. Akalar har qanday ma'lumotni ham ozgina filtr qilib, o'sha narsani bitta analiz qilib olishni tavsiya beraman.